Prokuraturada ishlab, general unvonini olsam bo'ladimi? Ha, bu lekin general yoki mayor emas, harbiy unvonga tenglashtirilgan boshqa nom bilan ataladi. Hozir tushuntiraman. Prokuratura tizimida 11 ta martaba darajasi bor, pastdan yuqoriga qarab ko'tarilib boraveradi. Birinchisi kichik yurist, endi ishga kirgan yosh mutaxassislarga beriladi. Keyingisi 3 hamda 2 darajali yuristlar. Ushbu unvonni olish uchun 1 yildan 2 yilgacha muddat sarflanadi. Keyingisi 1 darajali yurist odatda shahar tuman prokurorlarining yordamchilariga hamda tergovchilarga beriladi. Bu unvonni olish uchun 2,5 yil muddat sarflanadi. Keyingisi adliya kichik maslahatchisi, ushbu unvon bo'lim hamda boshqarma prokurorlariga beriladi. Undan keyingisi adliya maslahatchisi. Navbatdagi unvon 3-2 darajali adliya maslahatchisi. Ushbu unvon oliy darajadagi unvon hisoblanganligi uchun prezident tomonidan tasdiqlanadi. Har bir unvonda kamida bir necha yil ishlash kerak bo'ladi. Yuqoriga ko'tarilgan sari muddatlar oshib boraveradi. Oliy unvonlarda aniq muddat belgilanmagan, sababi ushbu unvonlar prezident qarori bilan beriladi. Ushbu ma'lumot sizga qiziq bo'lsa, yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'ying hamda huquqiy bilimlaringizni oshirish uchun sahifamga obuna bo'ling.